Har bahor shunday. Surxondaryoga ko'klamning ilk nafasi dastlab Boysun tog' etaklaridan oshib keladiganday tuyuladi. Haqiqatan ham bu o'lkaning o'ziga xos go'zal tabiati qalblarga bahoriy iliqlik olib kiradi. Boysun haqida so'z ketganda avvalo chanqovuz chalayotgan, lapar aytayotgan momolar, qir adirlarida do'mbira chertib doston kuylayotgan baxshilar ko'z oldimizga kelishi turgan gap. Bu yerda yaralgan xalq qo'shiqlari, ularga hamohang raqslar va o'ziga xos liboslar nafaqat viloyat, balki mamlakatimizdagi ko'plab san'at ixlosmandlarining qalbidan joy olib ulgurgan. Qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z. Bu yilgi Navro'z shodiyonalari ana shu ezgu va bosh g'oya asosida umumxalq sayli sifatida nishonlanyapti. Erta tongdan yangragan karnay-surnay sadolari milliy kiyimda saylga otlangan boysunliklarni ham Navro'zga chorladi. Aslida xalqimiz ushbu kunni yaxshi kayfiyatda yaqinlari, mahalla-ko'y bilan nishonlashni istaydi. Bu yil ham Boysunda Navro'z shodiyonalari o'ziga xos an'ana va qadriyatlar asosida hunarmandchilik ko'rgazmasi festivali, xalq o'yinlari, o'tovlarda folklor jamoalarning chiqishlari bilan boshlandi. Tuman hokimi boshchiligida korxona va tashkilot vakillari, otaxon va onaxonlar, xotin-qizlar, hunarmand yoshlar milliy liboslarda maydonga kirib kelishdi. Darhaqiqat, Navro'z ayyomi xalqimizni azal-azaldan ezgu ishlarga, bunyodkorlikka undaydi. Qishdan toliqib chiqqan, hayot tashvishlaridan xorigan ko'ngillarda ajib bir uyg'onish ro'y beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan 2025-yilgi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorida ta'kidlanganidek, sharqona yangi yil boshlanadigan qutlug' kun Navro'zi olam asrlar davomida bahor, ezgulik, mehr-oqibat, mehnat va bunyodkorlik ramzi sifatida el yurtimizning ijtimoiy ma'naviy hayotida beqiyos o'rin tutib kelmoqda. Bu munavvar ayyom keyingi yillarda vatanimizda amalga oshirilayotgan inson qadri uchun, inson baxti uchun degan oliyjanob g'oyaga hamohang bo'lib, tom ma'noda umumxalq bayramiga aylandi hamda mamlakatimizning barcha shahar va qishloqlarida keng nishonlanmoqda. Bu yilgi Navro'z o'zgacha nishonlanmoqda deydi boysunliklar. Navro'z bayrami juda bir odamning kayfiyatini ko'taruvchi, yangilanish, yasharish bayrami hisoblanadi. Mana shu bayramda bor qadriyatimiz o'zini bo'y basti bilan ko'rinadi. Bugun mana shu bayramda ham bir qator xorijlik do'stlarimizni ham uchratdik. Bular avvalo birinchi navbatda shunaqa bayramni borligidan o'zi birinchi navbatda hayratda. Ikkinchidan har bir ishlab chiqarilayotgan hunarmandchilik mahsulotlarini ko'ryapti, milliy mahsulotlarimizni ko'ryapti. Milliy taomlarimizni ko'rib juda hayratda. Biri ba'zi suratga oladi, biri videoga oladi. Juda ta'sirli holat. Buni albatta ko'rib odamning qalbida g'urur, sharaf hissi, vatanga bo'lgan eng muhim vatanga bo'lgan muhabbat hissi paydo bo'lishi o'rnida bayramni juda o'rni katta bo'lyapti. Dastlab tumandagi mahallalarda boshlangan bayram sayllari hududdagi Boysun bahori turizm majmuasida yanada ko'tarinki ruhda davom etdi. Chor atrof bayramona libosda, turfa rangullar, milliy qadriyatlarimiz, an'ana va urf-odatlarimiz aks etgan ko'rgazmalar, xalq hunarmandchiligining beqiyos namunalari bilan bezatilgan maydonda asl milliy bayramimiz bo'lgan Navro'z falsafasi, tabiat va inson uyg'unligi aks ettirilgan. Darvoqe, Boysun tumanidagi 10 dan ortiq mahalla aynan hunarmandchilikka ixtisoslashgan. Sohaga qaratilgan e'tibor tufayli keyingi yillarda hududda hunarmandlar soni yanada ortdi. Odamlarning qiziqishi juda yaxshi. Ayniqsa chet eldan kelgan mehmonlarimiz biz bilan shartnoma qilib, buyurtmalar berishdilar. Xudo xolasa biz yangi narsalarni yaratamiz. Bayram zavqi juda chiroyli o'tyapti. Milliy taomlarni namoyish ko'rsatdik. Milliy hunarmandchilik, qo'l mehnatlari, ustochilik, chanqovuz, har qanday temirdan yasaladigan narsalar hammasini namoyish ko'rsatdik. Mana shu 3-sonli politexnikamizda juda katta o'zgarishlar qilish niyatimiz bor. Navro'z saylari o'tayotgan maydonning bir tomonida tizilgan o'tovlarda xalqimizning asrlar bo'yi sayqal topib, davom etib kelayotgan milliy an'analari namoyish etilgan bo'lsa, yana bir tarafda sport o'yinlari o'tkazildi. Shuningdek, ichki turizm yarmarkasi ham tashkil etildi.
Yarmarkaning asosiy maqsadi aynan mamlakatimizda Surxondaryo viloyati misolida oladigan bo'lsak, aynan mahalliy va xorijiy sayyohlar sonini oshirish. Faqat bu yerda Surxondaryo viloyatining aholisi emas, boshqa viloyatlarimizdan ham 10 mingga yaqin aynan mahalliy aholimiz ham tashrif buyurgan. Har bir viloyatning o'zining milliy taomi bor va mana shu orqali ham taomlarda va o'sha o'zimizning milliy qadriyatlarimizni yanada keng targ'ib qilishga imkoniyat beradi. Xorijiy turistlarimiz yarmarkada ishtirok etishyapti va bir necha savollar bilan murojaat qilishmoqda. Va bizda bilamizki, tabiatni o'zi inom etgan shifobaxsh manzillarimiz bor. Aynan mana Boysunda oladigan bo'lsak, Omonxona yoki Sangardak sharsharasi, yo bo'lmasa Oltinsoydagi sog'lomlashtiruvchi Xo'jaybok sanatoriyalar. Mana shular haqida so'rashyapti va qanaqa kasalliklarga davo, to'liq ma'lumotga ega bo'lishyapti. Ular befarq emas va bilamizki, 4 fasl ham bizning yurtimizda, aynan O'zbekistonda o'z o'rnida chiroyli bo'lib o'tadi. Turistlarni mana shu narsa ham qiziqtiradi. Chunki mana erta bahorda ko'kalamzor yam-yashillik va o'zimizning milliy o'yinlarimiz, aynan Navro'z ayyom bayrami ham aynan ushbu bahor faslida to'g'ri kelganligi yana ham turistlarning kayfiyatini ko'tarishga va ularning tashrifini yanada oshirishga xizmat qiladi. Boysun bahori turizm majmuasida tashkil etilgan mazkur yarmarka davomida namoyish etilgan hunarmandchilik mahsulotlari nafaqat mahalliy, balki xorijiy mehmonlarda ham katta qiziqish uyg'otdi. Aytish kerak, ushbu yarmarka ichki turizmni yanada rivojlantirish, yangi turistik yo'nalishlarni kengaytirish hamda sohadagi tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Bilasizmi, O'zbekistonning o'ziga xos milliyligi bor, ayniqsa boy madaniyati, san'ati meni qiziqtiradi. Shu bois men bugun yurtingizdaman va bu birinchi bor tashrifim. Hozir Boysunda o'tayotgan Navro'z bayramida ishtirok etayotganligimdan ham xursandman. Yashil tabiati, qorli tog'lari, milliy taomlari meni lol qoldirdi. Barchaning ustida milliy liboslar va bu milliy bayramingiz Navro'z tarovati uning falsafasi bilan uyg'unlashib ketgandek. Eng asosiysi, bu yerning odamlari mehribon va mehmondo'st ekan. Men xuddi o'z uyimda yurgandekman. Barchasi uchun rahmat. Sono molto accoglienti, ti trattano come uno di loro, non ti senti separato dalle persone. Mehnat ilg'orlari, keksa nuroniylar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etgan ushbu tantanali tadbirda so'zga chiqqan tuman hokimi mamlakatimizda tinchlik, hamjihatlik tamoyillari asosida barcha sohalarda olamshumul yutuqlar qo'lga kiritilayotganligini, bu avvalambor mustaqilligimiz yaratib bergan imkoniyatlar samarasi ekanligi haqida alohida to'xtalib o'tdi. Navro'zi olam bizni butun borliqni, avvalambor yer va suv, hayvonot va o'simlik dunyosi, sof havoni asrab avaylab, ona tabiatga mehribon farzand bo'lib yashashga da'vat etadi. Ana shunday ezgu chorlovga javoban bugungi kunda tumanimizda ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Navro'z hasharlari o'tkazilmoqda. Jumladan Yashil makon loyihasi doirasida 100 minglab mevali va manzarali ko'chatlar ekildi. Hurmatli bayram ishtirokchilari, bu yilgi Navro'z bayrami fazilatli Ramazon oyida bo'lib o'tayotgani uning fayzi tarovatini yanada ziyoda qilmoqda. Barchangizga sihat salomatlik, yangi yutuq va zafarlar, oilaviy baxt va farovonlik tilayman. Yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin. Navro'zi olam barchangizga muborak bo'lsin. Ta'kidlanganidek, keyingi yillarda Boysun tumanida yangi korxonalar, shinam uy-joylar, ijtimoiy va madaniy obyektlar, yo'l va ko'priklar qurildi. Yashil makon loyihasi doirasida minglab mevali va manzarali ko'chatlar ekildi, yangi bog' va rog'lar barpo etildi va ayni kunlarda ham bu ishlar davom etmoqda. Bayram tomoshalari Navro'zning mazmun mohiyati, qadr-qimmatini ta'riflovchi, milliy urf-odatlarimizni ulug'lovchi zavqli raqslar va kuy-qo'shiqlar bilan davom etdi. Oqsoqollarning ham bayram qatnashchilarining ham kayfiyati a'lo. Bunday bayram doimo bardavom bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. O'tgan yilgi Navro'zdan bu Navro'zning oralig'ida Boysunimizda juda katta o'zgarishlar, mana Darbad, Denov katta trassa yo'l jaddallik bilan ish olib borilmoqda. Qishloqlarimizning orasida asfalt bo'lmagan ko'chalar qolmadi. Mahalla obod. Olib borilayotgan ishlardan xalqimiz mamnun. Bizning mahallamizda 3 ta bog'cha qurildi. Yangi ko'priklar qurildi. Bo'lib o'tgan ishlardan hammasini xalq ko'rib, xursand bo'lib turibdi. Xalqimiz rozi, minnatdor. Prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz.
Darhaqiqat, bahorning quyoshi nurlarida mehrning so'nmas tafti bordek go'yo. Shundanmi, yerdan asta bosh ko'tarayotgan maysa-yu chechaklar saxiy oftobning hayotbaxsh nuriga talpinmoqda. Zamin uzra beqiyos husnkorlik aks etgan. Bahor kelganini nabotot olami hammadan avval olqishlaydi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Qushlarning chug'ur-chug'urida ham quvonch va shodlik mujassam. Bu kunlar insonlar ko'nglida baxtiyor yashashga, orzu-umidlarini ro'yobga chiqarishga bo'lgan ishonch va intilish yanada ortgan. Badiiy dastalar, folklor jamoalari, iste'dodli yoshlar va mohir sportchilarning chiqishlarini o'zida mujassam etgan konsert dasturlari barchaga zavq-shavq ulashdi. Ayniqsa havaskor kichkintoylarning chiqishlari ko'pchilikka manzur bo'ldi. Bolajonlarning yuz ko'zidagi beg'uborlik, bahordek soflik va tiniqlik yosh va keksaning ko'ngliga iliqlik olib kirdi. Boysun tumanidagi 1-son politexnikumining rahbariman. Butun jamoam bilan shu yerga kelib, o'zimizga biriktirilgan qo'rg'onga kelib sumalak pishirdik va bugun o'sha sumalaklarni butun aholiga, shu Navro'z bayramiga, tumanni bayramiga tashrif buyurgan bolakaylarga ulashdik. Navro'z bayramidan Navro'z bayramigacha juda katta tumanimizda o'zgarishlar bo'ldi. Xususan ta'lim sohasidagi o'zgarishlar bizni juda quvontiradi. Men rahbarlik qilayotgan Boysun tuman 1-son politexnikumi ham yaqin kunda xursandchilik bo'ldi. Bizlar o'sha loyihalardagi faol ishtirokimiz uchun yana bitta yangi UNESCOning loyihasi, ya'ni qishloq joylarda ishga joylashtirish, ko'nikmalarini shakllantirish loyihasida ham bizni ta'lim muassasamiz viloyat bo'yicha pilot ta'lim muassasasi sifatida tanlandi. Mana 2 o'quv yilida men rahbarlik qilayotgan jamoadan 4 nafar o'qituvchi hamda rahbarlar Germaniya va Misrga malaka oshirib qaytdilar va bugungi kunda shu jamoamiz bilan yoshlarga kasb, bilim berish sohasida qo'limizdan kelgancha baholi qudrat harakat qilib kelmoqdamiz. Butun Boysun xalqini, butun vatanimizdagi xalqlarni, butun aholini hammasini jamoam nomidan chin yurakdan Navro'z olam bilan muborakbod etaman. Bu yil Boysunda o'tkazilgan saylda ham arqon tortish, chillak, kurash, ko'pkari kabi milliy sport o'yinlari qiziqarli tarzda davom etdi. Yashillik va ko'klamdan darak beruvchi bahor fasli, Navro'z haqidagi kuy-qo'shiqlar bayram qatnashchilariga o'zgacha kayfiyat ulashdi. Tadbir davomida el suygan san'atkorlarning bayramona chiqishlari, turli millat vakillarining qo'shiqlari tantanalarga o'zgacha fayz kiritdi. Ko'klamni, bahorni, Navro'zni qalblar shunchalik sog'ingan ekanki, kechgacha bayram sayillari odamlar bilan gavjum bo'ldi. Aytilgan har bir so'zdan, laparu termalardan yuraklar entikib ketdi. Bugunidan mamnun, ertasidan ko'ngli to'q insonlarga mana shunday xursandchilik, shodiyonalar tatiydi. Bu yil ham Navro'z sayillari boysunliklarning qalbini bahor osmonidagi beg'ubor quvonchlarga, zavq va shavqqa to'ldirdi. Zero bu shodiyona ko'ngillardagi xotirjamlik, tinchlik ne'matidan bahra olib, shunday dorilamon kunlarga eson-omon yetganimizning shukronasidir.